bo'lishi kerak bo'lgan voqeda siz qilishingiz keragini qila olasiz xolos. Undan zarracha ham o'zgachasini qila olmaysiz. Va u voqea kelganda siz qanday harakat qilishingizni taxmin qila olasiz xolos. Ya'ni qandaydir voqea kelsa, men mana harakatni qilaman deb xayolingizda taxmin qila olasiz xolos. Aslini olganda, u voqea kelganda siz qanday harakat qilasiz, nima qilasiz, nima qila olmaysiz, siz buni oldindan bilmaysiz. Va qilayotgan hamma taxminlaringiz haqiqat emas. U oddiy bitta xayol. Shu sabab agar qandaydir hali kelmagan voqeadan xavotirda bo'layotgan bo'lsangiz, qo'rquvda bo'layotgan bo'lsangiz, shu hozir imkoniyatingizdagi harakatingizni qilib qo'ying, bo'ldi. Misol, hozir imkoniyatingizda trevojniy chemodanni to'plab qo'yish imkoniyati bo'lsa, shuni qilib qo'ying. Oila a'zolaringizni ogohlantirib qo'yish kerak bo'lsa, oila a'zolaringizga ma'lumot berish kerak bo'lsa, shuni qilib qo'ying. Chunki imkoniyatingizda shu hozirgi lahza bor xolos. Keyingi lahza sizning imkoniyatingizda yo'q. Keyingi lahzada qanday harakat qilishingizni bilimi sizda yo'q. Shuning uchun imkoniyatingizdagi narsani qilib qo'ying-da, bo'lgani bo'lar deb topshirib qo'ying. Chunki bo'lish keragidan boshqa zarracha o'zgacha voqea bo'lmayapti. Misol, hozir jazirama issiq bo'lish kerak bo'lsa, shu jazirama issiqdan boshqasi bo'lmayapti. Shu bo'lish keragi bo'lyapti. Shuning uchun kelmagan narsaga hozir qo'rquvda bo'lsangiz, xavotirda bo'lsangiz, bo'lgani bo'lar deng-da, imkoniyatingizdagi narsani qilib topshirib qo'ying. Chunki faqat bo'lgani bo'lyapti. Bo'lganidan boshqachasi hech qachon bo'lmagan bo'lmaydi ham. Faqat bo'lish keragi bo'ladi xolos. Va doim bo'lish keragi bo'lgan xolos. Mana hozir ham siz hozir shuni eshitishingiz kerak bo'lsa, shuni eshityapsiz xolos. Shu eshitishlikda sizni nasibingiz bor ekan, shuni eshityapsiz. Eshitishingiz kerak bo'lmagan narsani eshitmayapsiz. Chunki faqat bo'lish keragi bo'lyapti. Va bo'lish keragi bo'lgan xolos. Nima bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, shu